Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilamizki, u har bir kishiga, ayniqsa keksa avlod vakillariga bevosita ta'sir qiladi. Hamma uchun, ayniqsa pensiyadagi ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz uchun transportda yurish bilan bog'liq muammo bu doimiy tashvish manbai bo'lib kelgan. Qog'oz chiptalar, ularni olishdagi navbatlar, to'lov jarayonidagi noqulayliklar bularning barchasi tarixga aylanish arafasida. Hukumatimiz pensiyadagi fuqarolarimiz uchun qulaylik yaratish maqsadida ularga maxsus transport kartalari berishni boshlamoqda. Bu shunchaki yangilik emas, bu hayot sifatini yaxshilovchi, kundalik tashvishlarni kamaytiruvchi muhim qadamdir. Bugungi videoda men sizga bu yangi tizim qanday ishlashi, uni qanday olish kerakligi va qanday qilib undan to'g'ri foydalanish haqida to'liq va batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumot sizning yaqinlaringiz uchun juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki siz hozir eshitadigan ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgaradi? Avvallari pensiyadagi fuqarolarimiz jamoat transportidan foydalanishda bir qator qiyinchiliklarga duch kelishar edi. Keling, vaziyatni sodda tilda tushuntiraylik. Tasavvur qiling. Toshkentning Shilozor tumanida yashovchi Dilfuza xola har kuni yoki haftasiga bir necha marotaba Mirzo Ulug'bek tumanidagi nevaralarini ko'rishga boradi. Ilgari Dilfuza xola avtobus yoki metroda yurishi uchun har safar naqd pul to'lashi yoki mavsumiy chipta, oylik yo'lkira kartasi sotib olish kerak edi. Naqd pul to'lashda qator muammolar yuzaga kelardi. Mayda pul topish, konduktor bilan muomala qilish, ayrim paytlarda konduktorsiz avtobuslarda haydovchi bilan ovora bo'lish. Qish kunlarda sovuqda avtobus bekatida turib, avtobus kelishini kutayotgan paytda cho'tagidan mayda pul qidirish. Hatto ayrim hollarda noqulay ahvolga tushish. Bularning bari Dilfuza xola kabi minglab pensionerlarimizning kundalik hayotidagi kichik, ammo doimiy muammolardan edi. Oylik chiptalar ham o'ziga yarasha kamchiliklarga ega edi. Ular har oyda yangilanish kerak. Bu esa banklarga yoki maxsus shoxobchalarga borib, navbat kutish, pensiya pulidan belgilangan muddatda to'lash deganidir. Agar kishi bir oy davomida uzoqroq muddatga qishlog'iga yoki boshqa shaharga mehmonga ketsa, oylik chiptaning ma'lum bir qismi umuman ishlatilmay qolishi mumkin edi. Bu esa ma'lum bir miqdordagi mablag'ning isrof bo'lishiga olib kelardi. Bundan tashqari, bunday chiptalarning yo'qolish ehtimoli, shikastlanishi va ularni qayta tiklashning murakkabligi ham alohida bosh og'rig'i edi. Xullas, eski tizim ancha noqulay, qimmat va ko'p vaqtni talab qiladigan jarayon bo'lgan. Uning asosiy isob kamchiliklari bu avvalo naqd pulsiz hisob-kitob qilishning yo'qligi va oylik chiptalarni doimiy ravishda yangilashga majburiyat. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimizning qarori bilan pensiyadagi fuqarolarimizga maxsus imtiyozli transport kartalari berilishi yo'lga qo'yildi. Bu kartalar avto transport kartalarining alohida turidir. Ularning asosiy maqsadi pensiyadagi yurtdoshlarimiz uchun jamoat transportidan foydalanishni maksimal darajada soddalashtirish, qulaylashtirish va shu bilan birga ularga moddiy yordam ko'rsatishdan iborat. Yangi tizimning joriy etilishi birinchidan to'lov jarayonini elektron shaklga o'tkazadi. Ya'ni naqd pul qidirishga hojat qolmaydi. Ikkinchidan uzoq muddatli foydalanish imkoniyatini beradi. Chunki kartani har oy yangilash shart emas. Uchinchidan yo'lkira uchun belgilangan chegirmalar avtomatik tarzda qo'llaniladi. Bu shunchaki yangi kartochka emas. Bu butun bir tizimni isloh qilish, pensionerlarimizning kundalik hayotiga zamonaviy texnologiyalarni olib kelish, ularning turmush darajasini oshirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Ushbu yangi tizim orqali pensiyadagi har bir fuqaro jamoat transportidan foydalanishda yangi darajadagi qulaylik va samaradorlikni his qilishi kerak. Bu har bir avtobus bekatida, metro stansiyasida ko'rinadigan, his qilinadigan o'zgarishdir. Asosiy qism mirin, nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak yo'q. Aziz do'stlar, keling. Endi bu yangi tizimning muhim jihatlarini atroflicha ko'rib chiqaylik. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu maxsus transport kartalari respublikamizning barcha hududlarida joriy etilmoqda. Ya'ni siz qayerda yashashingizdan qat'iy nazar. Agar siz pensiya oluvchi shaxs bo'lsangiz, bu kartaga ega bo'lish huquqiga egasiz. Kimlar uchun bu kartalar mo'ljallangan? Bu kartalar eng avvalo doimiy ravishda davlat pensiyasini o'tovchi barcha fuqarolarimiz uchun mo'ljallangan. Bu nafaqat yoshga doir pensiya oluvchilar,
balki nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar ham ushbu imtiyozdan foydalanishlari mumkin. Muhimi, sizning pensiya oluvchi maqomingiz rasman tasdiqlangan bo'lishi kerak. Masalan, Gulnora opaning yoshi 60 dan o'tgan va u yoshga doir pensiya oladi. U aynan shu kartani olishi shart va u uchun bu juda foydali. Yoki 45 yoshli aqmaka nogironlik pensiyasi oladi. U ham xuddi shu imtiyozli kartaga ega bo'lishi mumkin. Xullas, har qanday turdagi davlat pensiyasi oluvchilar ushbu imtiyozli kartaning asosiy egasi hisoblanadi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida tashvishlanish degan so'zni ishlatish unchalik ham to'g'ri emas. Aksincha bu yangilikdan xursand bo'lish kerak. Ammo kimlar faol harakat qilishi va kartani olish choralarini ko'rish kerak degan savolga javob beraylik. Birinchidan, agar siz pensiyada bo'lsangiz va jamoat transportidan muntazam foydalansangiz, ushbu kartani imkon qadar tezroq rasmiylashtirishingiz shart. Negaki, eski usuldagi to'lov tizimi asta-sekin bekor bo'lishi mumkin va kelajakda siz uchun eng qulay va iqtisodiy jihatdan eng foydali yo'l aynan shu kartaga ega bo'lish bo'ladi. Ikkinchidan, agar sizda yoki yaqinlaringizda hozircha Atto kartasi bo'lmasa, lekin ularning yoshi va maqomi pensionerlar toifasiga kirsa, demak siz kartani olish uchun harakat qilishingiz kerak. Misol uchun, Mirziyot bobo 70 yoshda. Ko'p yillar davomida jamoat transportidan foydalanib keladi, ammo u hali bu yangi kartadan bexabar. Aynan Mirziyot bobo kabi fuqarolarimiz ushbu ma'lumotni bilib, kartani olish chorasini ko'rishlari kerak. Bu ularning har kungi xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Aytaylik, Toshkentda bitta yo'l kira 2000 so'm bo'lsa, oyga 20 kun, har kuni 2 marta avtobusga chiqsa, bu oyga axamana 1000 so'm degani ekan. Imtiyozli karta bilan bu xarajat ancha kamayadi, hatto qisman bepul bo'lishi mumkin. Bu esa oyga 20-30 ming so'm yoki undan ham ko'proq pulni iqtisod qilish imkonini beradi. Yilga bu degani 2-4 ming so'mdan 306 ming so'mgacha tejash mumkin. Bu pensionerlarimiz uchun juda katta yordamdir. Kimlarga keragi yo'q yoki shoshilmasliklari mumkin. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, lekin jamoat transportidan umuman foydalanmasangiz, masalan, shaxsiy avtomobilingiz bo'lsa yoki doim taksida yurasiz yoki uyda o'tirasiz, unda siz uchun bu kartani darhol olish majburiy emas. Ammo shuni yodda tutish kerakki, hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Bir kun kelib sizga jamoat transportidan foydalanishga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun imkoniyati borlar baribir bu kartani olib qo'yishlari maqsadga muvofiqdir. Uning amal qilish muddati uzoq bo'ladi va shoshilinch vaziyatda sizga asqotishi mumkin. Misol uchun, Feruza xola umrida biror marta ham avtobusga chiqmagan, chunki uning o'g'li doim uni mashinasida olib yuradi. Uning uchun hozircha bu karta unchalik dolzarb emas. Biroq agar o'g'li uzoq muddatga xizmat safari bilan ketgan taqdirda, Feruza xolaga avtobusda yurishga to'g'ri kelishi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan olingan imtiyozli karta unga katta yordam beradi. Yoki agar siz, hurmatli tomoshabin, pensiyada bo'lmasangiz, balki talaba, maktab o'quvchisi yoki oddiy fuqaro bo'lsangiz, unda bu maxsus pensiya kartasi sizga tegishli emas. Siz umumiy Atto kartalaridan yoki boshqa turdagi imtiyozli kartalardan foydalanishingiz mumkin. Ammo aynan pensionerlar uchun mo'ljallangan bu kartadan emas. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar, noaniq nuanslar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, pensionerlar uchun transport kartalari tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchilikdan va tushunmovchiliklardan asraydi. Istisnolar va cheklovlar: birinchidan, bu imtiyozli kartalar faqat shaharlararo va shahar ichidagi jamoat transporti, avtobus, metro, tramvay, trollobus uchun mo'ljallangan. Shaharlararo yo'nalish taksilar, marshrutkalar va taksi xizmatlarida bu karta ishlamaydi. Shuningdek, temir yo'l transportida yoki aviaqatnovlarda ham bu kartaning hech qanday imtiyozi bo'lmaydi. Misol uchun, Gulchehra opa Namangandan Toshkentga kelmoqchi. Bu poyezdda kelish uchun ushbu kartadan foydalana olmaydi. Lekin Toshkentga kelganidan so'ng shaharning o'zida avtobusda yurish uchun bu kartani bemalol ishlatish mumkin. Ikkinchidan, karta faqat uning egasiga tegishli va uni boshqa birovga berish taqiqlangan. Agar kartani boshqa shaxs ishlatayotgani aniqlansa, karta bloklanishi yoki undan foydalanish huquqi bekor qilinishi mumkin. Nazoratchilar tomonidan tekshirishlar o'tkazilishi mumkin va agar sizning o'rningizga boshqa bir yoshroq odam sizning imtiyozli kartangizdan foydalanayotgan bo'lsa, u jarimaga tortilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki,
Bobongizning kartasidan nevarasi foydalana olmaydi. Har bir karta egasining shaxsi bilan bog'liq. Uchinchidan, kartada ma'lum bir miqdordagi mablag' bo'lishi kerak. Garchi u imtiyozli bo'lsa ham. Ba'zi hududlarda yoki ba'zi yo'nalishlarda kichik miqdorda to'lov talab qilinishi mumkin. Yoki bo'lmasa kartadan foydalanish shartlari avtomatik tarzda to'lovni yechib olishni talab qiladi. Hatto bu doğru so'm bo'lsa ham. Shuning uchun karta doimo minimal qoldiq. Masalan, 1000-2000 so'm bo'lishini ta'minlash maqsadga muvofiqdir. Kartaning har safar ishlatilishida to'lov terminallari uni o'qishi va tranzaksiya amalga oshirishi kerak. Bu esa ba'zan kartada hatto minimal balans bo'lishini talab qiladi. Tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar 1. Kartani yo'qotish yoki shikastlash. Agar siz kartani yo'qotsangiz yoki u ishdan chiqsa, uni qayta tiklash jarayoni ma'lum vaqt va hujjatlar talab qiladi. Bu vaqt ichida siz imtiyozsiz qolishingiz va jamoat transportdan to'liq narxda foydalanishga majbur bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun kartani ehtiyot qiling. Uni maxsus gilofda saqlash tavsiya etiladi. Ba'zi kartalarni qayta tiklash uchun to'lov olinishi ham mumkin. 2. Kartani o'qimasligi. Ba'zi eski avtobuslardagi to'lov terminallari yoki metro eshiklaridagi o'quvchilar vaqti bilan noto'g'ri ishlashi mumkin. Agar karta o'qilmasa, vahima qilmang. Konduktorga yoki haydovchiga vaziyatni tushuntiring. Agar muammo takrorlansa, kartani tekshirish yoki almashtirish uchun tegishli xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qilish zarur. Bunday holatda vaqtinchalik naqd pul bilan to'lashga majbur bo'lishingiz mumkin. 3. Imtiyozlarning o'zgarishi. Hukumat qarorlariga ko'ra imtiyozlarning miqdori yoki ulardan foydalanish shartlari vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Bunday o'zgarishlar haqida doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari orqali xabardor bo'lib turish muhim. Bizning kanalimiz ham shu kabi yangiliklarni muntazam ravishda yoritib boradi. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. 4. Kartani faollashtirish muddatlari. Ba'zi hududlarda kartani olgandan keyin uni ma'lum bir muddat ichida faollashtirish talab qilinishi mumkin. Faollashtirish jarayoni odatda kartadan birinchi marta foydalanish bilan bog'liq bo'ladi. Lekin ba'zan buning uchun maxsus markazga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Bu haqda kartani olayotganda aniqlashtirish zarur. Noaniq nuanslar, mintaqaviy farqlar respublika miqyosida yagona tizim bo'lsa-da, ba'zi viloyatlarda yoki shaharlarda imtiyozlarning qo'llanilishida kichik farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, bir shaharda to'liq bepul bo'lsa, boshqa joyda minimal to'lov olinishi mumkin. Bu mahalliy hokimiyatlarning qarorlariga bog'liq bo'ladi. Shu sababli o'z hududingizdagi aniq shartlarni tegishli transport tashkilotlaridan so'rab olish tavsiya etiladi. Texnik nosozliklar. Yangi tizim joriy etilishida dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Terminallar ishlamasligi, kartani o'qishda xatoliklar. Bunday hollarda sabrli bo'lish va mas'ul xodimlarga murojaat qilish muhim. Ularning vazifasi sizga yordam berishdir. Pensiyani rasmiylashtirish jarayonida bo'lganlar, agar siz hali pensiya rasmiylashtirish jarayonida bo'lsangiz, ya'ni pensiya tayinlangan, ammo hujjatlar hali to'liq qo'lingizga yetib kelmagan bo'lsa, siz kartani olishga haqli emassiz. Kartani olish uchun pensiya oluvchi maqomingiz rasman tasdiqlangan va qo'lingizda pensiya guvohnomasi bo'lishi shart. Bu muhim nuans. Chunki ko'plab fuqarolarimiz men pensiya uchun topshirdim deb kartani talab qilishga harakat qilishlari mumkin. Amaliy maslahat: tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga yetib keldik. Bu kartani qanday olish, qayerga borish, qanday hujjatlar kerakligi va nimalarni yozish kerakligi haqidagi aniq va amaliy ko'rsatmalar. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumot siz uchun qimmatlidir. Bir qadam pensiya oluvchi maqomingizni tasdiqlang. Avvalo, siz pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lishingiz shart. Bu sizning pensiya guvohnomangizdir. Agar sizda u bo'lmasa yoki yo'qotgan bo'lsangiz, uni qayta tiklash uchun pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Pensiya guvohnomasi bu sizning imtiyozli kartaga ega bo'lishingiz uchun asosiy hujjat hisoblanadi. Unda sizning pensiya tayinlanganligingiz va uning turi ko'rsatilgan bo'ladi. İlk qadam zarur hujjatlarni tayyorlang. Karta olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi: pasport yoki ID karta. Fuqarolik pasportingizning asli va nusxasi. Hujjatning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar siz eski namunadagi pasportdan yangi ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, ID kartangizni taqdim etasiz. Bu pensiya guvohnomasi
yuqorida aytib o'tilgandek pensiya tayinlanganligini tasdiqlovchi hujjatning asli va nusxasi. Arizani to'ldirish. Sizga maxsus ariza shakli beriladi. Ushbu arizani aniq va to'g'ri to'ldirishingiz shart. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, fishish, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya guvohnomasi raqami va kartani olishdan maqsad kabi ma'lumotlar so'raladi. Yozuv tushunarli, o'qishli bo'lishi kerak. Agar o'zingiz yozishga qiynalsangiz, yordamchi xodimdan yordam so'rashingiz mumkin. Fotosurat. Ba'zi joylarda kichik o'lchamdagi, masalan 3x4 mm rangli fotosurat talab qilinishi mumkin. Shu sababli oldindan 1-2 dona fotosurat olib borishingiz tavsiya etiladi. 3 kartani olish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Maxsus transport kartalarini olish uchun siz 2 ta asosiy joyga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, deysam, bu markazlar mamlakatimizning har bir tuman va shahrida mavjud. Ular aholiga davlat xizmatlarini bir darcha tamoyili asosida ko'rsatadi. Eng qulay va tezkor yo'l aynan shu. DXMga borganda navbat olish uchun elektron tabloda tegishli xizmatni tanlaysiz. Masalan, pensionerlarga imtiyozli transport kartasini berish. Keyin o'z navbatingizni kutib, belgilangan operatorga hujjatlaringizni taqdim etasiz va arizani to'ldirasiz. Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari. Agar DXMdan foydalanish qulay bo'lmasa yoki qandaydir sabablarga ko'ra murojaat qila olmasangiz, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. U yerda ham sizga tegishli tartibda yordam berishadi. Ba'zi hollarda yirik shahar transport tashkilotlarining markaziy kassalari yoki axborot markazlarida ham bunday xizmat ko'rsatilishi mumkin. Biroq eng ishonchli va keng tarqalgan usul DXM orqali murojaat qilishdir. 4 qadam ariza topshirish va kartani kutish. Hujjatlaringizni topshirganingizdan va arizani to'ldirganingizdan so'ng sizga kartani olish muddati haqida ma'lumot beriladi. Odatda karta ma'lum bir muddat ichida tayyor bo'ladi. Bu odatda bir necha kundan 2 haftagacha bo'lishi mumkin. Ammo bu hudud va murojaatlar soniga bog'liq. Sizga kartani qayerdan va qachon olishingiz kerakligi aytiladi. Ba'zi hollarda tayyor karta sizga pochtadan yuborilishi ham mumkin. Ammo bu kamroq uchraydigan holat. Shu sababli murojaat qilayotganingizda kartani olish tartibi va muddatlarini aniqlashtirib oling. 5 qadam kartani olish va faollashtirish. Tayyor bo'lgan kartani olish uchun siz belgilangan joyga, odatda DXM yoki pensiya jamg'armasi, shaxsiy pasportingiz bilan borishingiz kerak. Kartani olganingizdan so'ng uning to'g'ri ishlashini tekshirish uchun uni ilk bor jamoat transportida ishlatishingiz lozim. Birinchi foydalanish vaqtida karta tizimda faollashadi. Avtobusda terminalga tekkizganingizda yoki metro eshigiga qo'yganingizda imtiyozli yoki bepul yozuv paydo bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, demak kartani faollashtirishda muammo bor. Bunday holatda kartani olgan joyingizga qayta murojaat qilib, muammoni hal qilishingiz lozim. Eslatib o'tamiz. Kartani olganingizda unda sizning ism, familiyangiz va fotosuratingiz agar chop etilgan bo'lsa, to'g'ri ekanligini tekshiring. 6 qadam kartani to'ldirish agar talab qilinsa. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi hollarda kartada minimal balans bo'lishi talab qilinishi mumkin yoki siz faqat ma'lum bir miqdordagi imtiyozli yo'l kiralardan foydalanib, qolganlarini o'z hisobingizdan to'lashingiz mumkin. Kartani to'ldirish uchun siz Atto kassalariga, bankomatlarga, mobil ilovalar orqali yoki to'lov terminallari orqali pul o'tkazishingiz mumkin. Bu jarayon oddiy Atto kartasini to'ldirish bilan bexil. Mana azizlar, pensionerlarimiz uchun joriy etilayotgan maxsus transport kartalari haqida to'liq va batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Bu yangilik shunchaki qog'ozdagi qaror emas, balki minglab insonlarning kundalik hayotini osonlashtiruvchi, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatishning amaliy ifodasidir. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Unutmang, bu ma'lumotni o'zingizda saqlab qolmasdan, balki uni ota-onangizga, bobo-buvlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga va boshqa barcha pensiyadagi tanishlaringizga yetkazing. Ular ham bu imkoniyatdan xabardor bo'lishsin va qulayliklardan bahramand bo'lishsin. Sizning bu yangilikka munosabatingiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu kartani olishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Yoki aksincha, hamma narsa muammosiz kechdimi? O'z tajribangiz bilan bo'lishing. Ushbu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha